Hammalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Mr. Shoh aka. Videoga xush kelibsizlar deb qolaman. Videoni ko'rishdan oldin kanalga bitta podpiska bosib qo'yinglar, videoga bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qo'yinglar video haqida. Videoni oxirigacha ko'ringlar, albatta video qiziq bo'ladi degan umiddaman. Bugun Xudo xohlasa Treasure Linkdan freelar bor, Putifga free bor, coinslar bor. Xudo xohlasa bugun Putif bilan Treasure Linkga pak ochamiz. Lekin aytib qo'yib, bugun gameplay bo'lmaydi. Chunki ozgina vaqt yetmadi gameplayga. Vaqt yetmaydi. Shuning uchun pak ochib, yog'iga videoni tugatamiz. Lekin video qisqa bo'lsa ham, lekin albatta juda interesli bo'ladi. Mana bugun yangi pak chiqdi, Manchester United. Mana bu yerda 400 turardi. 900 turardi, lekin hozir bu pakda 500 bo'lib qolibdi. 500 ga 600 bo'lar ekan 10 ta o'yinchi. Albatta qiziq, juda qiziq. Xullas, mana do'stlar, nominal kontraktga kelgan o'yinchilar oldingi hafta men bu yerdan Declan Rice oldim. Real muxlisi bo'lsam ham, lekin Declan Rice oldim. Bu yerda karyerasi reytingi past chiqqani uchun, shuning uchun Declan Rice oldim. Declan Rice va Shotterberg menimcha 100 bo'ladi, adashmasam. Shu ikkitasidan bittasi. Balki ikkitasi 100 bo'ladi. Xullas, bugun Putifdan boshlaymiz bugun. Putifdan menga eng yoqqani to'la Rafinha, lekin men bu yerda Bobby Charltonning kumiri deb hisoblagan Endrik chiqqan qariyalar do'stlar. O'sha birinchi kunida yo debyut o'yinida gol urib, shu Putifda chiqdi Lyonda. Lekin Endrikga gap yo'q mana. 173 boy, 19 yosh, Braziliya, Liga 1, Olimpik Lyon jamoasidan. Bu yerda Rafinha mana Superkubok finalda Realni qaqshatgan o'yinchi bu Rafinha. Yomon emas statistikalari, speedlari bor, kicking power bor, acceleration bor. Lofted paslari 80 ga yetmagan, ozgina qo'ysa yetadi. Asosiy tarkibga qo'ysa finishing bor, normal o'yinchi. Boshqasi qiziq emas, mana shu Rafinha, Endrik yoki mana Kubo bir unaqa qo'ysa, bir Kubo ham yaxshi o'yinchi. Kubo kerak emas. Menga shu Rafinha bilan Endrik hatto bittasi tushsa ham Putif faktor tutaman. Ketdi, bismillahirrohmanirrohim. Ko'ramiz kim tushar ekan. Va Rafinhami kim? Va Rafinha do'stlar. Rafinha. Free Rafinha tushdi. Oy, Rafinha menda kirtasi yo'q edi. Sotib olgandim bo'lsa ham. Hozir 100 ko'ngizga Bobbyni tushirishga harakat qilamiz. Bobby Charltonni kumiri deb hisoblagan Endrik tushamiz. Xolos, bismillahirrohmanirrohim, ketdi mana. Va kim tushdi? Eng pastdagi o'yin tushdi. Ketdi, bismillahirrohmanirrohim. Uje qo'ysam qolmadi. Va kim tushyapti bizada? Harvey Barnes. Bismillahirrohmanirrohim, ketdi. Bobbyga 300 ko'ngil ketdi. Bobby tushsin deb o'tdim, lekin Takefuso Kubo umuman kerak emas o'yinchi. Do'stlar, mayli. Ko'ramiz kim tushdi. Tepadagi ikkita tushdi, Rafinha tushdi. Shu boya aytgan 3 tadan ikkitasi tushdi. Bu yerda mana Harvey Barnes men to'talmagandim. Menga bu kerak emas ham. Bu ham kerak emas. Shu Bobby tushmadi-da. Mayli, o'zi bir chiqib oldi, lekin tushmadi. Mayli, xullas men to'chamiz endi. Men bu yerda birinchi o'ynagan paytim, boshida birinchi keldi, oldingi hafta keldi, shuni o'ynadim. Shunda prosta bez video bitta ochdim. Qarang, lekin tushdi menga. Giorgio Kellini tushdi do'stlar. Buni men videoga olmadim. Prosta ochib qo'ydim, tushmaydi deb. Tushganini qaranglar do'stlar. Prosta omadda bu. Bu odam menga endi mana Berbatov qiziq, bu ham tushdi yodimdan. Hozir Berbatov yoki mana Mateus. Ikkitasidan tushsa yaxshi bo'lardi. Ikkitasidan tushsa zo'r bo'lardi. Yetti, bismillahirrohmanirrohim. Ana ko'ramiz kim tushar ekan. Balkan nima bo'lsa zo'r bo'lardi. Lekin hech kim tushmadi. Kristensen
qiziq emas, hech kim tushmadi. Yettita o'chiramiz va shu bilan DMF kim bu? Highlights kirita bo'lsa kerak. Albatta highlights. Marshan aytdi, ancha o'rman ekan, u bizga kerak emas. Kamavinga ham tushdi. Kamao. Bular hammasi kerak emas. Shu bilan videomiz yakunlanadi do'stlar. Albatta uzr so'rayman, shamollaganman. Chunki shamollagan holimda sizlar uchun video olaman do'stlar. Albatta buni qo'llab-quvvatlab turasizlar va videoga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ular mayli. Xudo xolasa keyingi hali yana bitta link bor, qani uni to'ldirib freelana olaman xudo xolasa. Hozir mana bu yerda ikkitasi to'lgan. Buni to'ldirib, bu ikkitasi to'lgan. Mana bitta mashq qolib ketdi. Buni albatta keyingi hafta yoki kechqurunda buni to'ldirib, hammasini olib bo'lganimdan keyin xudo xolasa unga ham bitta video qilamiz. Yoki keyingi payshanba Spotify ochamiz unda ham. Buni ham ochamiz. Bu yerda bugun chiqqan, mana bu yerda menga 100 coin tushdi. 1000 coin tushgan zo'r bo'lardi, mayli tushmadi. Endi men bu yerda mana 10 coin 15 kun kirsanglar pesga, kirib shuni penalti tepaga kelib kirib qo'ysanglar ham bo'ldi. 15 kundan keyin sizlarga mana 100 coin beradi. Men bugun kirdim 10 coin berdi. Pastdagi loginingizga 10 coin, ertaga ham 10 coin beradi, bo'ldi keyin 15 kun kirsanglar 100 coin beradi sizlarga. Mana tarkibim ko'pchilik sotorganman, mana ko'rasiz, sotorganman ko'pini, kerak bo'lgan boosterlarga. Mana final bu kartasi ham bor menda. Bor ekan, Braziliya Hall player. Bu ham menimcha Hall profil winger. Normalniy statistikalari. Hozir buni qo'yib ko'ramiz. Shunda kim o'rniga qo'ysak ekan, kim bor? Brizikka. Azarlarni qo'yaylik. Bu ham Brizikka bo'lar ekan do'stlar. Oy, Rafinha. Mana 90 ball kontrol, 90 ball dribbling, ili finishing 87, kicking power 92, acceleration 92, speed 91. Buni boosteri acceleration degan boosterga bu uchta berar ekan. Loft passga, lofted pass, finishing and kicking powerga berar ekan buning effekti. Mana kayfiyat agar A bo'lsa plus 3 beradi, agar B bo'lsa plus 1 beradi boosterga. C, D, E bo'lsa 0 beradi. Buni skillari double touch, bor ekan long range cooler, long range shooting, one touch pass, pinpoint crossing, outside curl, xulos zo'r anaqa chiqqan karta. Tushganlarga zo'r tushdi lekin kim tushirgan bo'lsa, kim ochgan bo'lsa Spotify sizlarga kim tushdi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar albatta. Ular shu bilan videomiz yakunlandi. Hammaga rahmat. Shamollagan holimda sizlar uchun video yozaman do'stlar. Albatta buni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Bitta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib qo'yinglar. Video haqida. Video qalay chiqdi? Hammanglarning fikringizni yozsangiz, fikrlarni albatta o'qiyman. Hammanglarga rahmat, sog' salomat bo'linglar.